Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Raj Uz. Bugungi videomizda 26.1 versiyani davomini chiqaramiz obzorini. Ya'ni o'tgan videoda uncha yaxshi ko'rsatmadim. Bugungi videoda sizlarga ajoyib ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchi barz ochamiz. Rahmetli umutchilar bo'ldi. Mana show dice plate, ya'ni men hozir sizlarga videoda ko'rsatib o'taman. Shu narsani yoqib qo'ysanglar. Hozir ko'rsataman nima bo'lishini. Mana bo'ldi, bazaga kirib oldik. Kirganlar mana tepada dice plate turibdi, ya'ni o'yinchi necha kun davomida kirganini ko'rsatadi bo'ldi. Men hozir sizlarga yana narsalar ko'rsataman bo'ldi. Birinchi o'rinda uni kreativga o'tkazib olishimiz kerak. Bo'lsa ishlamaydi. Birinchi o'rinda bo'ldi, mana hamma narsani yoqib qo'ysak, pick block. O'qimaganlar uchun hozir sizlarga narsa tushuntirib olaman. Ekranda chiqarib olaman. Mana shuni yoqib qo'ysanglar bo'ldi. Bu ham Minecraft'larga orzu qiladi. Telefonda o'ynaydiganlar uchun mana. Chiqarishdi bu narsani ham bo'ldi. Hozir mana sizlarga yana ko'rsataman. Mana. Ko'rganinglardek bo'ldi. Ko'rganinglardek narsalarni chiqarib beryapti bo'ldi. Yana bu yerdan hozir ko'rsam. Narsa. Shuni sezmaylar, to'g'rimi? Sizlarga nimani sezmaganlarni ko'rsatib o'taman. Buni ham hamma Minecraft'lar o'zi qiladi. Mana shu telefonda o'ynaydiganlar. Mana shu narsani yoqib qo'ysanglar, mana. Ko'rmayotganlar bo'lsa, anaqa montajda chiqaraveramiz. Mana shu narsa sizlarga ko'z, ya'ni F1 F2 ni berar ekan. Tushunganinglar bo'ldi. Hozircha videolarimiz shular bo'ldi. Sal qisqa video bo'lib qo'yganim uchun uzr so'rayman sizlardan. Keyingi videolarimizni uzoqroq video olishga harakat qilaman bo'ldi. Like bilan obuna bo'linglar. Hamma yangiliklar, Minecraft haqida hamma yangilik bizda bo'ladi.